Topingchi, men qaydaman. Qaydaman. Ayanjanga jeb oldim. Bo'ldi bu yoqqa. Anjanim, ayam deb o'ynata olamiz. Aeroport haqida, samolyot haqida bir 27 ta video tayyorlab keldim. Sekin-sekin qo'yishni boshlayman. Buguncha jinday uyda ko'rinish berib qo'yib, sabr kutib turinglar. Tashakkur. 800 video bo'ldi. Yangi yilni kutayotganinglarmi? Bilaman kutgansizlar. 800 bitta bo'ldi. Ko'rolmaydigan insonlarni miyasi to'nglab qo'yguncha ko'payaveramiz. Yana 4-kunchida bo'lib qoldik. Mana shunaqa qilib podpischilarni monopoliya qilishda davom etamiz. Jinnixonamiz vakillarini ko'paytirishda, yig'lolmaydigan insonlar sonini ko'paytirishda davom etamiz. Men yarashibdim. Cowboy o'xshab qolgan. Bilaman, o'xshamayman. Bu qopacha qo'ngandek turibdi. Ko'rib turibman o'zim, lekin nima qilay? Pul yo'qni ko'rsatishim kerak. Mana 8 gacha ko'rsatdi. 9 da endi to'shni O'zbekistonda bo'laman 9 da, lekin videosini olib qo'yib ketaman. 9 dan keyin sen pensiyaga chiqasan kerak. Seni bir kun kelib podpischilarimni nevarasiga qimmatga sotaman. Messi Munini atgan salfetkasini qimmatga sotgandek. Короче, hammalarga doimgidek rahmat. Yer yuzi xalqi nomidan o'zimga yaxshi dam oling tilayman. Yaxshi dam oling, ertalab yaxshi tushlar ko'rib uxlayap bugun. Sizlar ham shuna bo'linglar. Xullas, har doimgidek o'sha gap, tushinglarda meni ko'ringlar. Rahmat. Mendan tashqari ham yana kimnidir uyida kalta paypaq qamash qurolga muomala qilganday qilinadimi? Bir tuzuk bola bo'lib yurgan bolaman. Shu sal kaltaroq paypaq yedim bo'ldi. Mendan yomoni yo'q. Dunyoda hamma urushlarni men boshlaganman, estirdi men tarqatib o'rganman, xalqaro jinoyatchiman. Shu haligi O'zbekiston futbolda gol urdirib qo'ysa ham, sen oyog'ingdagini yo'qot, bor. Yo'qot ona. Bahila kiyib yurgan o'rniga deydi-yu. Bir tuzuk o'tirgan bolaman, kalta paypaq ko'rib. O'g'lim bu barmaqa kiyadigan narsani oyog'ingizga kiyib olibsizmi deb bo'ladi. Yo'q, ota bu paypaq mana shunaqasi. Mana shunaqa paypaq kiyapsizmi? Bir balli qizlarga ham chiqib ko'rasizmi, o'g'lim? Ashida ham bir shansingiz bo'lsa kerak sizni. Yo'q oting bolam, bir kun kelib bola ko'rganingizda metrikasida Feruzbek o'g'li degan jayyan bo'lsin, hamma nevaralarim Bezod bekivalari bo'lib ketmasin, yo'q oting yonog'ini. Men mana paypaq kiyin deb hali paypaq beradi, bilasam uzun. 4x4 tarafidan ochib tursa limuzin parkovka qilsa bo'ladigan paypaq bor. Hali paypaqni kiyganingizda kindigingizni ham jinday yopib turadigan paypaq bilasizlarmi? Haligi teshilib bo'lsa suvarka qilib kiyib yursa bo'laveradigan paypaq. Men yoshligimda bozorga har doim qanaqadir ish qilish uchun borardim ekan. Mana misol, so'mka ko'tara olmaydigan kichkinaligimda 5-sinfgacha bozorda so'mka qo'rolab o'tirardim-da. Hali bilasizlarmi, hamma bozorda shunaqa kichkina bolalar so'mka qo'rolab o'tiradigan joy bor. Kechqurun ham quyosh tushib turadigan joy bor, bilasizlarmi? Har doim mana shunaqa kutib o'tirasiz. O'lib qolishingizga 2 minut qolganda siz kutgan tarafdan emas, qarab o'tirgan tarafingizdan boshqa tarafdan kelishadi. Sal kattaroq bo'lib so'mka ko'tarishni boshlab qo'yganingizdan keyin borasizlar bozorga. 2 so'mka narsa bitta joydan qilinadi. Qolgan 3 ta narsa qoladi. U ayizni tanishidan olinish kerak bo'lgan narsalar. U 3 ta tanish bozorda 3 ta chekkasida o'tiradi. Hali boshqa joydan olish gunoh u narsalar. Hali aravaga ham yo'q, opa buncha yukni ko'tara olmaymiz deydigan yukni ko'tarib olib, mana shu bozorning ichida aylanib ekskursiya boshlanadi. Uni bozorning ichida ko'tarib aylanib yurasiz. Uni uyga olib kelib qo'yasiz. Uni joylashtirasiz joy-joyga. Keyin dadasi kelib tur, "Ha, bozorga bordinglarmi, ayam?" "Ha, bordik. Feruzbek yordamlashdi" deb qo'yadi. Yordamlashdi, tushunyapsizlarmi? Menga xalaqit erdi devermadi hamda. Mana shunaqa bolalar bor bo'lsalar, bitta ham joyga bolalar bilan to'planib borasizlar, atchot berishni boshlab qoladi-yu. Yo'q, qanaqadir idorada ishlamaydi, haliginaka konspekt qiladigan odam bo'lsa, sekretar bo'lib ishlamaydi yoki ota-onasiga emas, umuman akasi telefon qilsin deb telefon qilish olmasa aytib qo'ying, o'ldi deb qo'ying, meni o'lib qolibdi deb qo'ying, qutulamanmi? Ana shunaqa. Qiziga atchot beradi, qiziga. Shunaqa yomon ko'raman, shunaqa bola. Mana shu bunday suv ichib o'tirib, suvga tiqilib qolsa, qo'liga suv ushatib qo'ysan, nima ichib olgin, normal bo'lib ketadi, to'g'risi. O'tirib turib, menga qizim boshqa qizlar bilan rasmga tushib taqiqlaganda bolalar deydi. Sen kimsan? Sen bilan qizlar rasmga tushadi. Sen bir g'alatiroq baqlajonmisan sen? Yo quyosh botishimisan? Yo itni neobichniy parodasimisan? Kim rasmga tushadi sen bilan? Ko'rganmisan o'zing? Sen mana shu qizingni chizig'idan chiqmasliging bo'yicha qaysidir davlatda bir afsonalar ham yursa kerak. Eng kami bitta ruboiy bor mana shu. Ozodlikdagi qul degan, to'g'risida bu. Uni qilmagan Peter Pan desangiz, yo bu sog'lom munosabatlar kim o'rgatgan? Qaysi darsda o'rganib olgan sog'lom munosabat deyishdi bu? Telefon olib aldanib qo'ygan bolalar hech ko'rganmisizlar? Mana shu bitta qimmatga aldanib oladi, shundan keyin haligi bolalar hali paniyaga kirsa nomerni 6 marta qayta aytadigan bo'lib qoladi ular. Palon pulga iPhone ko'tarib keladi, iPhone yoqqan ilada ekranda Walt Disney Pictures degan yozuv chiqadi, gudokni ummonni qo'shig'i bilan. Ashundan bilan orasida aytib kelgandi. Eng qizig'i mana Rossiyada ham oldilar. Rossiyada hamma katta brendlar chiqib, iPhone yodida tursin, Kangyo brendi ham chiqib ketib qolgan Rossiyada. Yomon oldi, mana Avito'dan palon pulga iPhone olib kelib oladi. Aldanib ham popsan, u nima deysandingiz? Siz ruschada bezaysan gapirsa, ilmli, ko'pni biladigan odam deb ishonib olibman, aldamasa kerak. O'risdan olgansiz, o'ris ruschada bezaysan gapiradi. Nikaraguachada gapirmaydi-yu. Ishonish yo'q unas. Shuning uchun ishonchli odamdan olganinglar yaxshi. Mana pastda
Texnomarket profilini qo'yib qo'yapman. Moskvada, kim Moskvada bo'lsa tashab qo'yinglar. Moskvadagi tanishlarga ham profiliga o'tib narxini solishtirsanglar bo'ladi. Samsung iPhone'larga skidka ham ketyapti hozirgi paytda. Garantiya ham berishadi 40 kun. iPhone'da o'zi ham bermaydi 40 kun garantiya. Profiliga o'tinglar, ko'ringlar, agar sharoit tushuntirsanglar, nasiyaga ham qilib berishaverar ekan. Bir ko'rgan bo'lsanglar kerak, biz tarafda qizlar haliginaqa po'lat o'ynab qo'yishdi. Dolya Vorabiskaya degan qo'shiqda eshitib bergan qizlar bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Derazalariga tosh otib, bitta qizni qo'liga lezbiya tortib qo'yib, bilmayman, Meksikada yashaymiz deb o'ylayaptimi bular? Qishloqda sentri deb ko'rsatyapti. Bir Nyu-Yorkdan kelganmisan, sen qishloq sentri deysan, videoyini olgan kachествосidan ko'rib bir kalkulyatorda olganing ko'rinib turibdi, yana qishloq shahar qilasan. To'g'risi, xudo xolasa mana shu Donald Trump ham tashadi menga, uka, sizlar tarafdan ekan deb, bilmayman nimaga. Ha, biz tarafdan ekan nima qilay desam, qarab qo'ymaysizmi deyapti. Men tug'ib qo'yapman uni, qarab qo'yaman, to'g'risi. Tuqqan ayas qaramayotgan, men nimaga qarashim kerak? Men vashi qarshi emasman. Bunaqalarni bir 27 yilga qamab bersam, 27 yilga yetdim demayman men vashi. Agar menga qo'yib bersa-da, to'g'risi. Biz ham o'g'il bola bo'lib bu darajada bo'lmaganmiz, mol bo'lmaganmiz bu darajada. Ishonasizlarmi? Biz ham ko'chada yurganmiz, lekin Melisa degan tushuncha bo'lganda bizda miya degan narsa bo'lgan ekanda har holda. Chunki miyasi yo'q odam bo'q yeyotganini videoga oladi. U dodirlar o'z olgan videosidan o'zi ushalib turibdi. Yoshligimizda jismoniy tarbiyada futbol o'ynagan paytimizda eslasam, Ashetni o'zini bitta nohaqlik haqida kino qilib qo'ysa bo'lar ekan deb o'ylayman-da. Yomon nohaq muttaham bo'lganmizda, to'g'risi. Mana shu haligi futbol o'ynashdan oldin tanlash boshlanadi. Ikkita sardor bo'ladi. Bitta eng yaxshi o'ynaydigani, ikkinchisi o'zini eng yaxshi o'ynaydigan bilan bir xil o'ynayman deb o'ylaydigan sinf shepi bo'ladi. Boshlandi. Eng qizig'i hamma adashgani ketadi ikkita tanlash uchun. Kelib turib so'rashadi, kim birinchi tanlaydi deb. Hali eng yaxshi o'ynaydigan men yutdim chingal chiqishda, men birinchi tanlayman desa, haligilar aytishadi, haligini komandasiga tushaylik deb turib. Ronaldomi, Messimi deb ko'rsatib qo'yadi-yu pastga. Keyin hali birinchi pastda ham muttahamlik boshlaydi. "O, sen menga javob qilasan, men seni urib qo'yamanmi? Menga javob qilasan" deb turib eng yaxshilar to'plab oladi komandasiga. Haligi eng yaxshi o'ynaydigan bitta o'zi o'ynab futbolda oxirida 4 turib tugatgandan keyin ustoz kelib yomon qila bilasizlar. Har doim ustozlar bitta gap bor, do'stlik g'alaba qozondi deb qo'yadi. Qanaqa do'stlik g'alaba qozonadi? Ana 4 turgan gol uchun 4 ta joyda kalta ishini bilib turib ham yutdi. Hech yo'q, siz xursand qilib qo'ying, senlar kamanda yutdi deb. Yo'q, unaqa narsa yo'q.